Salom do'stlar, Axis.uz kanaliga xush kelibsiz. Bugun AirPods Store Dubai versiyalarimizni to'liq video obzorini ko'rsatamiz. Ko'rinishi, sifati, xususiyatlari, anisi, funksiyalari, boshqa AirPodslardan farqlari, xullas hamma narsani batafsil ko'rib chiqamiz. Video oxirigacha qoling, foydali ma'lumotlar bo'ladi. Boshladik. Mana AirPods Store Dubai versiyalarimizni korobkasi, ko'rinishlari, mana lentali ochadigan joylari, hamma narsasi original bilan deyarli birga bir ishlangan. Endi korobkamizni ochib, ichida nima borligini ko'ramiz. Birinchi, anisi funksiyasi yo'q korobkamizni ochib ko'ramiz. Korobkalarning o'zi ham sifatli, qalin kardon qog'ozlardan ishlatilgan. Hozir endi mana korobkamizni ochamiz. Demak, komplektida AirPods'imizning hujjatlari, yo'riqnomalari, hamma narsasi batafsil to'liq yozilgan. Keysimizni o'zi bunaqa akkuratniy salafanlarga o'ralgan. Original bilan birga bir. Va bu AirPods'larimizda AirPods Store'lardan boshlab zaryadlovchi kabeli yo'q. Biz Axis do'konlarimizda buni sovg'a sifatida qo'shib beramiz. Endi keys so'ziga keladigan bo'lsak, keysimiz oq glansiviy, yaxshi materialdan ishlangan. Bu AirPods'imizda boshqa AirPods'lardan farqi, orqasida knopkasi bo'lmaydi, Dubai yozuvlari bo'ladi. Indikator chiroq teshiklari ham bo'lmaydi, lekin indikator chirog'i bor. Mana naushniklarimizni ko'rinishi, mana ochib yopganda ovoz chiqaradi. Mana ko'rishingiz mumkin. Buni orqasida telefonga ulaydigan knopkasi yo'q. Mana shu indikator chirog'ini tagida sensor joyi bor. O'shatini bosib boshqarasizlar mana. Endi quloqchinlarimizni o'ziga o'tadigan bo'lsak, gravirovkalari, momentidagi yozuvlari original bilan birga bir qilib ishlangan. Bunaqa setkali joylari ham akkuratniy premium ko'rinishni berib turibdi. Mana ko'rishingiz mumkin. Momentida sensor boshqaruvli joylari bor. Hozir endi bu bez anisi AirPods Store'imiz edi. Endi anisili AirPods'imizni ham ochib ko'ramiz. Mana anisi funksiyali AirPods Store'imiz Dubai versiyasi. Buni ham hamma narsalari bir xil bo'ladi bez anisi AirPods'imiz bilan. Mana salafanga o'ralgan. Buni ham zaryadlovchi kabellari yo'q. Mana Dubai yozuvlari bor. Telefonga ulash uchun knopkalari yo'q. Indikator chiroqlari bor. Hamma narsasi bir xil qilib ishlangan. Endi buni farqlarini telefonga ulaganda ko'rsatib beramiz, anisi funksiyalarini. Hozir mana biz anisi funksiyali AirPods Store'imizni iPhone'ga ulab ko'rsatib beramiz. Mana iPhone'ga ulanganda mana animatsiyalar chiqadi. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana case o'zini alohida, naushniklarni, quloqchinlarni alohida zaryadlarini ko'rsatyapti. Mana hozir ulandi mana. Bu yerda ham zaryadlarini ko'rsatyapti. Nastroykaga kirib, AirPods nastroykasidan seriyaning nomerlarini ko'rsanglar bo'ladi. Mana bu case'ga bir marta bossanglar chap taraf quloqchinniki, yana bir marta bossanglar o'ng taraf quloqchinni seriyaning nomerlarini ko'rsatadi. Hozir endi bu naushnikimizni Androidga ham ulanishini ko'rsatib beraman. Hozir mana bu Android telefonimiz Redmi. Buni Bluetooth nastroykalarini yoqamiz. Naushnikimizni ochamiz va mana AirPods Store naushnikimizni topdi, ustiga bosamiz. Ulanmoqda va ulash. Bog'lanmoqda, ulandi va faol. Mana ko'rishingiz mumkin, Redmi telefoniga ulandi. Xuddi shu yo'l bilan Huawei, Samsung hamma Android telefonlarga shu yo'l bilan ulasanglar bo'ladi. Endi bu quloqchinlarimizda hozir musiqa eshitib ko'rsatib beraman. Hozir mana musiqa qo'yib ko'ramiz. Baslari juda ham zo'r, yuqori tonlari tiniq. Sportda, o'qishda, ishlarda ishlatish uchun juda ham qulay, quloqdan tushib ketmaydi. Keyin bu yoqdan nastroykadan kirib, AirPods nastroykasiga kirib, bu joydan nastroykalarni o'zgartirsanglar bo'ladi. Bu AirPods'imizda shuma подавление funksiyasi yo'q bo'lgani uchun hozir mana bu yerda u joy chiqmayapti. Endi anisi funksiyali, shu shuma подавление funksiyaligini ulab ko'rsatib beraman. Hozir endi mana anisi funksiyaligini telefonimizga ulaymiz. Mana bu AirPods'imizda ham animatsiyalari chiqdi. Va ulandi. Mana bu AirPods'imizda shuma подавление funksiyasi bor. U naushnikimizni nastroykasiga kirganimizda mana bu joylaridan yoqib o'chirsanglar bo'ladi. Shuma подавление funksiyasi nima o'zi? U quloqchinlarni sportda, ko'chada yugurib ketayotganinglarda yoki o'qish paytida yoki ish paytida
har xil shovqinli tashqaridan ortiqcha shovqin kiritishini oldini oladigan funksiya hisoblanadi. O'zi boshqa AirPods'larni ham taqqaninglarda shum nisbatan kamayadi-ku, lekin bu shuma podavleniya aynan tashqaridagi shovqinlarni pasaytirish uchun ishlab chiqarilgan narsa hisoblanadi. Hozir shu ikkala AirPods'larimizni farqi mana shu funksiyada bo'lyapti. Ya'ni shu anisi funksiya shuma podavleniya ortiqcha shovqinni kamaytirish funksiyasi hisoblanadi. Bu iPhone'larimizda shuma podavleniyani mana men ovoz baland past qiladigan joyidan yoqib o'chirsanglar bo'ladi. Android telefonlarimizda mana shu sensor boshqaruv joylarini bosib turish bilan shuma podavleniya funksiyalarini yoqib o'chirsanglar bo'ladi. Endi bu AirPods'larimizni sifatini tarozida og'irligini ham ko'rib ko'rsatib beraman. Mana taroziga qo'yamiz. Mana AirPods Tour Dubai versiyamizning og'irligi 41 gram chiqdi. Bu anisi funksiyali AirPods Tour'imiz. Endi bez anisi AirPods Tour'imizni qo'yamiz. Mana bu ham 41 gram. Og'irligi bir xil, faqat ikkalasini farqi anisi bez anisi funksiyasida bo'lyapti. Endi bu AirPods'larimizni zaryadkasiga keladigan bo'lsak, quloqchinlarni o'zi 4 soatdan 5 soatgacha ishlatsanglar bo'ladi. Keysi bilan birgalikda 12 soatdan 24 soatgacha ovoz balandligiga qarab, baland ovozda kamroq, o'rtacha ovozda ko'proq ishlatsanglar bo'ladi. Boshqa AirPods'larimizdan farqi, bu AirPods Tour'li Type-C zaryadka zamonaviy texnologiya bo'lib ishlab chiqarilgan. Ya'ni Lightning emas, Type-C kabel orqali zaryadka qilinadi. Bu AirPods Tour'larimizda komplektida zaryadlovchi kabel chiqmaydi. Biz ham bunaqa Type-C kabelni sovg'a sifatida qo'shib beramiz. Shu kabel orqali zaryadlasanglar bo'ladi. Zaryadkasi taxminan 1,5-2 soatlarda to'ladi va boshqa AirPods'larimizdan farqi, bu AirPods'imizni besprovodnoy MagSafe zaryadka ham oladi. Mana hozir zaryad olyapti уже. Mana indikator chiroqlari yonyapti. Mana ikkinchisini ham qo'yib ko'ramiz. Mana indikator chiroqlari yondi va zaryad olyapti. Endi plus va minuslarga keladigan bo'lsak, demak pluslari. Ko'rinishi original bilan birga bir qilib ishlangan. Sifati arzon kopiyalarnikidan ancha zo'r. iPhone'ga ulanganda animatsiya chiqadi. Ikkalasida ham ovoz sifatlari zo'r. Batareyalari uzoqqa yetadi. Hamma telefonga oson ulanadi. Narxlari qulay narxlarda. 18 oy kafolat beramiz va undan tashqari mana bunaqa zaryadlovchi kabelni qo'shib beramiz va bular ikkalasi ham besprovodnoy zaryad oladi. Endi minuslarga keladigan bo'lsak, bu ikkalasi ham 100% original emas, kopiya. Bittasida shovqin kamaytirish anisi funksiyasi yo'q va mikrofoni originallarnikidek kuchli emas. Lekin narxiga nisbatan juda yaxshi variant deb o'ylayman. Video yoqqan bo'lsa, videoga like bosing, kanalimizga obuna bo'ling, do'stlaringizga ulashib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Access.uz, ishonch va sifat. Xayr.